kimliklik faqat har yili yashiya 40 yosh, 50 yosh kirib ketgan ayollar pishib yetilgan bo'lmaydi. O deganlik aql yoshda emas, boshda deydi. Shu o yishingiz bilan pishib yetilishingizdan pek cho'ng munosabat yo'q. Agar men haqiqiy pishib yetildim deb o'ylagan bo'lsangiz, unda bu siz tuvanlik 3 alaylik bo'lsin. Birsi aldirab yosh to'kmang. Pishib yetilgan har qanday bir ayol aldirab bo'lsin, bo'lmasin birsi shu yungiraklab yig'lab men oq bo'ldim, men ko'p bo'ldim deb ichidagini deyish qoldirmaydi. Chunki yig'lash hech narsa qilib bermaydi. Oxirida o'tirib ish qilolmaydi. Yig'lab, qoqshab, yoqlarimizni jirtib qilib ketgan bilan haqlar bizniki eng nachar holatimizni ko'rdi. Tasalli bagis kelsa, tasalli ber, bagis kelmasa, keyiningizda o'tirib tamashlaringizni ko'rdi. Shu aldirab yosh to'kishga urinmang. Yosh yig'lash yoki vaqirash, chaqirash bilan ishlarni o'ngshaymiz degan bo'lsa, eshaklar eng yuqori ovozda angraqlab vaqirab dunyo podsho bo'lib ketgan bo'ldi. Bir ishlarga yo'liqsangiz so'qqan bo'ling. Ikkinchidan, har vaqt o'zining fikrini saqlab qola oladi. Bir ishlarni qilishdan mustaqil bo'la oladi. Boshqalarning aldirab baho bermaydi ham, boshqalarning bahosini aldirab pek parvo qilib ketmaydi. Ishlar qalab, g'ajab, talab sizni yomon deb qilaverdi. Lekin karvallar yo'li o'ynamayveradi. Haq nimdas demamdi. Shunda haqlarni har nima degizib yashashning o'zim bir qobiliyat. Siz onada yaxshi kun ko'rayotsiz. So'ng sizga chidamaydi, so'ng sizni ko'rolmaydi, so'ng sizni qo'lab, yenchib yagdastab boqis keladi. Haqlar bek meni oni dedi, mani dedi, meni tillab ketdi, maqtab ketdi. Pek zay o'qima. Anglab qo'ysangiz bo'ladi. Ha deb qo'yib o'zingizdan to'g'ri deb qaragan yo'lida oxirgacha meni. Eng oxirgisi ishchingizdagini ko'rganli odamga demang. Mayli turmushdan xo'sh bo'ling, mayli xafa bo'ling. Chunki biz turmushimizda har kun kulib yuramaymiz yoki har kuni qilgan ishimiz muvaffaqiyat bo'lmaydi. Umutsizliklarga bir o'zimiz yolg'iz bardoshlik berishimizga to'g'ri keladi. Oldirab, men ani qilmoqchidim, etmoqchidim, asli bunda bo'lmoqchi deb butun odamga ishchingizdagini dasturxonga to'kib ketsangiz, haqsizga mismochalik yordam beramaydi. Chunki hozirgi jamiyatda bu o'xshash qimmatli narsalarni almashtiradigan bir davrchi. Haqsizdan foydangiz yetsa, bir ozroq manfaatingiz yo'qsa, uning kayni haqsizga yordam qilishi, yordam qo'lini sunishi sizni bir egiz davollarga tan qo'lingizdan ko'tarib qo'yishi mumkin. Haqiqiy hech qanday foydangizga yetmay turib, u haqsizni voy anda qilsang to'g'ri bo'ladi, bunda qilsang to'g'ri bo'ladi debni bermaydi. Vaqti kelsa sizning eng ojiz yeringizni ko'rib olib, pichoqdan bir gumma silib sizni teg'in bakrak patqoqlarga ittirib o'tish mumkin. Ko'rganlar odamga dardingizni to'kmang, ko'rganlar odamga ichingizni to'kmang. Bir ishlarga yo'liqsangiz, salmoq, temkin qiyofatingizni saqlab qo'ying. Bu dunyoda o'ngsalmaydigan ish yo'q. Qiyinchilik degan vaqtli. Biz ash narsalarni o'tib ketsangizlar, balkim yaxshi kunlar, undan yaxshi kunlar oldimizda. Shamollarga ayting dardingiz. Ey shamol, sana aytay dardlarimni ilib ketgan yiroqlarga, boshqa shamollarga ayting, bo'ronlarga ayting. Odam yo'q tattamning ichiga kirib toz aytib, yig'laydiganda yig'lab, tuzaydigan qizdan tuzilib, ishdan chiqib hech bo'lmagandek nochi jusoz bo'laverdi. Lekin inson aytmoqchi dardingiz deb qo'ydi talaqqa chiqib hamiyaga yutadi.